Men bu uyda otamas qulman. Agar men o'lib kelsam yerda bilmayman, bular xor bo'lib o'ladi. Jonim dada. Jonim dada. O'g'lim? Dada! Boshla muborak bo'lsin. O'g'lim, Dada siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Nima qilayding tashvish qilib? Shuni ham og'am desa bir yillik olmish millionga. Unda bir yena bola ser og'angda bir bolasi yo'qcha uyga harna sut qotib qo'ymoq bo'lib turamidi deyman. Mayli. Dadamga yoqmadimi deyman. Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak dara ichib tursam bo'ldi. Gelikchan ber toz zo'r ish qildi-da, mana bagaji keng dasiyer mashina ekan. Endi bedapirsi 100 ming desam ham ola. Dada? Tushunmadim. Gelikka pris ortdingizmi dada? Yaxshi bir geliga gapirsan, nengsa pesa apirgangda bilmaydim-a. Shular geligingda ham oylaki aktor bor, hayda. Yo dada tushunmadingiz. Biratdan bundan mahsars nomerini topib beringlar. Dada nima qilasiz bu eski telefonda? Mana sizga iPhone olib keldim. Maza qilib ishlatasiz. Nima qilayding tashvish qilib bolam? Bu ham 400-500 ming tursa kerak, ha? Buni berib zo'r ish qildi-da, buni endi qimirlamaydi-da. Dada nima qilyapsiz? iPhone bu. Ma, iPhone'ingda, ma, ushla. Menga nima tayyorliging ham kerak emas, shu kichik telefonimni yaxshiga qaytaman. Ha, xo'p, dada, xo'p. Bu uyda hamma narsa ota qilish kerak. Bitta shu tug'maganim qoldi, bo'ldi. Bu uyda mana dada nima qilyapsiz? Nima qilay? Mana ular o'nabit, tuyakda o'nabit qo'lim tutib juraymi? Ha, mana lalaku bor-ku dada. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan. Namlikda ham o'tkazmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng zo'ri shu, bola ham maza qiladi. Menga lalakun zo'rligini hech aytma. Men toza yaxshi bilaman zo'rligini. Xo'pmi? Tushundim dada. Enamdan keyin ancha mijg'ob bo'lib qoldingiz. Sizga telefon gelik emas, sizga juft kerak ekan. Qo'shni marhaba xolaga nima deysiz? Qara ko'zingga, men turib. Chuqur odam, mayillarda ham chov, keyin natarib o'tamiz. Voy dada. Ha? Endi vaqt oshib ketdi. Marhaba xola yer choptiryapsizmi? Qo'y ketman. Bor, ma, ol. Nima qilay bu yoshda yer chovdirmay?